Hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Nexia 1 ni yaxshisini so'rag'anlar uchun Bog'ot avtomarketda Pryamoy egalaridan Nexia 1 ni zo'ri sotib olgan. Mashinamiz 2008-yil Sonos Trembler lyuks konditsioner. Konditsionerlar nada ishlaydi. Mashina 4 yumshoq balon qo'yilgan, metan gazlar ustanovka etilgan. Salon holatlarini ko'rsangizlar bo'ladi. Mashina 149.707 km yurgan. Mashina yechirlarida kirchiq-purchiqlar yo'q. Akkuratni kraskasini qarab bo'lsak, ish chiziqdan pastana sapilgan. Sababi zang uchun sapilgan, hech qanday udar bo'lgan emas. Ichlari germetik kontashkada. Sizlaringiz ham bir ko'rgandan bilasizlar, gezayizlar. Xo'p, konditsionerlar boy ishlab turibdi. Oldinda sinalgan, yamalgan, shilgan joylari yo'q. Akkuratni bahosini yordam bo'lsak, bahosi eng bo'lishi. Hurmatli obunachilarimiz, mashinaning narxi 45 million so'm bo'lsa, xarid etib beradigansizlar, egalari shu pulga beraman deb turibdi. Qiziquvchilar video pastida telefon nomerlari qoldiraman. Bemalol oshno nomerlar bilan bog'lanib, Bog'ot avtomarketga kelib shu mashinamizni naqd pul barter asosida xarid etsangizlar bo'ladi. Ehtiyojli egalarini gaplashib, ko'ndirib bilaman, yana didollar bo'lsa, kelsangizlar, egasini chalib beraman, egasi bilan gaplashaverasizlar. Xullas, qiziquvchilar bo'lsa, mashinamiz Bog'ot avtomarketda sotuvda turibdi.